Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. Yangi pensiya tizimiga o'tilayotgani haqida gaplar ko'paydi. Pensionerlarni nima kutmoqda? Kimning pensiyasi o'zgarishi mumkin? Kim xavotir olmasligi kerak? Kim esa hozirdanoq hujjatlarini tekshirtirib qo'yishi shart. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlar uchun emas, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar, ota-onasi pensioner bo'lganlar, norasmiy ishlaganlar, mehnat staji to'liq bo'lmaganlar uchun ham juda muhim. Chunki pensiya masalasi bir kun kelib har bir oilaga tegadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun ko'pchilik tushunmayotgan eng muhim jihatlarni oddiy tilda tushuntiraman. Avvalgi tizimda ko'pchilik pensiya haqida faqat bitta narsani o'ylardi. Qancha yil ishlaganman, ish stajim yetadimi, pensiyam qancha chiqadi? Odamlar odatda mehnat daftarchasiga qarar edi. Ish joylaridan ma'lumotnoma yig'ar edi, arxivlarga borar edi. Ish haqi haqidagi eski spravkalarni izlar edi. Ayniqsa Sovet davrida. 9000-yillarda yoki 2000-yillarning boshida ishlagan odamlar uchun hujjat topish juda katta muammo bo'lgan. Korxona yopilgan, arxiv boshqa joyga o'tgan, rahbarlar almashgan, ba'zi ma'lumotlar umuman saqlanmagan. Natijada odam aslida 3 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatda 24 yil ko'rinib qolgan yoki ish haqi yuqori bo'lgan, davri tasdiqlanmagani uchun pensiya kam hisoblangan. Endi esa tizim to'g'ri raqamlashtirilmoqda. Ya'ni davlat idoralari odamning ish staji, sug'urta badallari, rasmiy ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshiradigan tartibga o'tmoqda. Bu bir tomondan qulay. Odam har bir qog'ozni ko'tarib yurmaydi. Ma'lumotlar avtomatik chiqadi, ariza ko'rib chiqish tezlashadi. Lekin ikkinchi tomondan xavf ham bor. Agar sizning eski ish davringiz bazada ko'rinmasa, ish beruvchi siz uchun to'lov qilmagan bo'lsa yoki mehnat daftarchangizdagi yozuv elektron tizimga to'g'ri kiritilmagan bo'lsa, pensiya hisobida muammo paydo bo'lishi mumkin. Men bu yerda eng avvalo bitta narsani aniq aytmoqchiman. Yangi tartib degani hamma pensionerlarning pensiyasi avtomatik kamayadi degani emas. Bunday vahima tarqatish noto'g'ri. Lekin yangi tartib shuni anglatadiki, pensiya hisobida hujjat, rasmiy daromad, staj va elektron ma'lumotlarning mosligi yanada muhim bo'ladi. Kimning hujjatlari joyida bo'lsa, rasmiy ishlagan bo'lsa, ma'lumotlari bazada to'g'ri turgan bo'lsa, u odam ko'p hollarda xavotir olmasligi mumkin. Kimda hujjat chala, staj isbotlanmagan, ish haqi norasmiy bo'lgan yoki eski korxonalardan ma'lumotlar yo'qolgan bo'lsa, u kishi hozirdanoq harakat qilish kerak. Oldin pensiya tayinlashda asosiy yuk qog'oz hujjatlar zimmasida edi. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, harbiy xizmat hujjati, o'qish davri, bola parvarishi davri, nogironlikka oid hujjatlar, imtiyozli ish sharoitini tasdiqlovchi ma'lumotlar birma-bir yig'ilardi. Pensiya jamg'armasi xodimi shu hujjatlarga qarab hisob-kitob qilardi. Agar biror davrda muammo bo'lsa, odamdan qo'shimcha hujjat so'ralardi. Ko'p hollarda odam pensiyaga chiqish yoshiga yetgandan keyin yugurishni boshlardi. Shunda vaqt ham kam bo'lardi, asab ham ketardi, hujjat topish ham qiyinlashardi. Hozirgi o'zgarishlarning mohiyati shundaki, pensiya tizimi odamning rasmiy mehnat faoliyatini elektron izlar orqali ko'proq baholay boshlaydi. Masalan, siz qaysi tashkilotda ishlagansiz, qancha oylik olgansiz, ish beruvchi siz uchun soliq va ijtimoiy to'lovlarni o'tkazganmi, mehnat shartnomangiz ro'yxatdan o'tganmi? Bu ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinishi kerak. Agar ko'rinsa, pensiya tayinlash osonlashadi. Agar ko'rinmasa, siz qog'oz hujjatlar orqali isbotlashga majbur bo'lasiz. Bu o'zgarishning sababi ham tushunarli. Davlat pensiya tizimini adolatliroq qilishni xohlaydi. Kim ko'proq rasmiy ishlagan, ko'proq badal to'lagan, ko'proq rasmiy daromad ko'rsatgan bo'lsa, uning pensiya hisobida bu aks etishi kerak. Aks holda bir odam o'tgan yil rasmiy ishlaydi, barcha to'lovlari ketadi. Ikkinchi odam esa yillar davomida konvertda maosh oladi. Lekin pensiyaga kelganda bir xil da'vo qiladi. Tizim shuni ajratishga harakat qiladi. Lekin amaliyotda muammo shundaki, oddiy odam har doim ham o'ziga to'lov qilinmagani bilmagan. Ayniqsa xususiy sektorda ishlaganlar, mavsumiy ishlaganlar, kichik korxonalarda ishlagan ayollar va erkaklar bu masalada ko'p zarar ko'rishi mumkin. Birinchi navbatda norasmiy ishlaganlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, bir kishi 25 yil do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan. Har oy naqd pulda maosh olgan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan. U o'zini ishlagan deb biladi, ish joyidagi hamma uni taniydi, lekin huquqiy tomondan qaraganda bu davr pensiya stajiga kirmasligi mumkin.
Chunki pensiya hisobida asosiy savol shunday bo'ladi. Bu ish rasmiy tasdiqlanganmi? To'lovlar qilinganmi? Hujjat bormi? Agar yo'q bo'lsa, 15 yil hayotiy tajriba sifatida bor, lekin pensiya hisobida yo'q bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi guruh eski korxonalarda ishlaganlar. Masalan, ayol kishi 1980 yildan 1939 yilgacha Tiku fabrikasida ishlagan. Keyin fabrika yopilgan. Hujjatlar arxivga topshirilgan yoki topshirilmagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin ish haqi haqida ma'lumot yo'q. Bunday holatda staj tan olinishi mumkin. Ammo pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi ko'rsatkichlari kerak bo'lsa, odam arxivdan ma'lumot izlashga majbur bo'ladi. Agar arxivda ham topilmasa, hisob boshqa mavjud ma'lumotlar asosida qilinadi va bu ba'zan pensiyani kamaytirib yuboradi. Uchinchi guruh mehnat daftarchasida xatolik borlar. Masalan, ishga kirgan sana 2004 yil 1 mart deb yozilgan. Ishdan bo'shagan sana esa 2008 yil 15 iyul bo'lishi kerak edi. Lekin muhrlar to'g'ri qo'yilgan yoki buyruq raqami yozilmagan. Yoki tashkilot nomi bir joyda eski nom bilan, boshqa joyda yangi nom bilan yozilgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya vaqtida katta muammoga aylanadi. Chunki tizim hujjatni aniq ko'rishni xohlaydi. Hamma biladi-ku, men ishlaganimni degan gap pensiya hisobida yetarli bo'lmaydi. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Agar u yerda ishlash rasmiy bo'lgan bo'lsa, xalqaro kelishuvlar va hujjatlar asosida ayrim davrlar inobatga olinishi mumkin. Lekin har bir davlat bo'yicha tartib alohida. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, uyga pul jo'natgan bo'lsa ham, bu avtomatik pensiya staji degani emas. Shuning uchun chet eldagi mehnat faoliyatini tasdiqlovchi shartnoma, ruxsatnoma, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlar saqlanishi kerak. 5-guruh pensiyaga yaqin qolganlar. Men aynan 50 yoshdan oshgan ayollar va 51 yoshdan oshgan erkaklarga alohida murojaat qilaman. Pensiya yoshiga yetganda hujjat yig'ishni boshlash kech bo'lishi mumkin. Chunki arxivga so'rov yuborish, javob kutish, xatoni tuzatish, sobiq ish beruvchini topish, sud orqali faktni tasdiqlash kabi ishlar bir necha oyga cho'ziladi. Shuning uchun pensiyaga 5 yil, hatto 10 yil qolgan bo'lsa ham stajingizni oldindan tekshirtiring. Agar siz hozir rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, oyligingiz plastik karta orqali rasmiy tushayotgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'liq ko'rsatilayotgan bo'lsa, siz uchun vaziyat ancha yaxshiroq. Chunki tizim sizning faoliyatingizni elektron tarzda ko'radi. Lekin bu ham umuman tekshirmasam bo'ladi degani emas. Ba'zan ish beruvchi maoshning bir qismini rasmiy, qolgan qismini norasmiy beradi. Masalan, siz oyiga 5 million so'm olasiz, lekin hujjatda 1 million 500 ming so'm ko'rsatilgan. Bugun sizga farqi yo'qdek tuyuladi. Lekin pensiya hisobida aynan rasmiy ko'rsatilgan daromad ahamiyatli bo'lishi mumkin. Demak, kelajakdagi pensiyangiz bugungi rasmiy maoshingizga bog'liq. Hozir pensiya olib turganlar ham bitta narsani bilishi kerak. Pensiya tayinlangan bo'lsa, u har qanday holatda avtomatik bekor qilinadi yoki hammaga qayta hisoblanadi degan xulosaga kelmaslik kerak. Odatda pensiya qayta hisoblanishi uchun aniq asos bo'ladi. Qo'shimcha staj topilishi, ish haqi ma'lumotlari aniqlanishi, qonunchilikdagi indeksatsiya, imtiyozli holat yoki xato aniqlanishi. Lekin agar sizning pensiyangiz juda kam deb hisoblasangiz yoki biror davringiz hisobga olinmaganiga shubha qilsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiya ishi bo'yicha tushuntirish talab qilishga haqlisiz. Birinchi misol, Aziza opa 30 yil ishlagan deb o'ylaydi. U maktabda 12 yil, keyin xususiy bog'chada 10 yil, undan keyin savdo do'konida taksi yil ishlagan. Maktab davri rasmiy, hujjatlar joyida. Xususiy bog'chada mehnat shartnomasi bo'lgan, lekin maosh juda past ko'rsatilgan. Do'konda esa umuman rasmiylashtirilmagan. Pensiya hisobida Aziza opaning 30 yillik mehnat hayotda bor. Lekin hujjatda faqat 22 yil yoki undan ham kam ko'rinishi mumkin. Natija nima bo'ladi? Pensiya kutilgandan past chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman. Men ishlaganman degan gap bilan, men rasmiy ishlaganman degan gap pensiya tizimida bir xil emas. Ikkinchi misol, Rustam aka 25 yil zavodda ishlagan. Zavod yopilgan, lekin hujjatlar arxivga topshirilgan. Mehnat daftarchasida hammasi bor. Ish haqi ma'lumotnomasi ham topildi. Rustam aka uchun yangi tizimdan qo'rqish shart emas. Aksincha, hujjatlar elektron bazaga kiritilsa, kelajakda osonroq bo'ladi. Unga asosiy maslahat: arxiv ma'lumotnomasining nusxasini olib qo'yish, mehnat daftarchasini yaxshi saqlash va
shaxsiy kabinet orqali ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini tekshirish. 3-misol. Dilshod 12 yil qurilishda ishlagan. Har oy yaxshi pul topgan. Lekin mavsumiy brigada bilan ko'pincha shartnomasiz ishlagan. U 45 yoshga kelib hali pensiyaga vaqt bor deb yuribdi. Lekin agar u hozirdan rasmiy ishga o'tmasa, keyin minimal staj masalasi ham pensiya miqdori ham muammo bo'ladi. Bugun 6-7 million so'm topib, rasmiy daromad 0 bo'lsa, ertaga pensiya hisobida o'sha yillar ko'rinmaydi. Shuning uchun Dilshodga mening maslahatim aniq. Ish beruvchi bilan yozma shartnoma qiling, oylikni rasmiy ko'rsattiring. Soliq to'lovlari ketayotganini tekshiring. 4-misol. Muhabbat opa bolalarni katta qilgan, keyin uzoq bozor savdosida ishlagan ayollar orasida bunday holat juda ko'p. Bola parvarishi davri ayrim shartlarda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, oilaviy holat hujjatlari va boshqa tasdiqlar kerak bo'ladi. Bozordagi savdo esa agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiylashtirilgan bo'lsa, badallar to'langan bo'lsa, hisobga olinishi mumkin. Agar shunchaki joy olib savdo qilgan bo'lsa, lekin hujjat yuritilmagan bo'lsa, muammo paydo bo'ladi. Pensiya tizimida eng ko'p tushunilmaydigan jihat shuki, hamma staj bir xil emas. Oddiy ish staji bor, sug'urta staji bor. Imtiyozli staj bor. Ayrim davrlar alohida tartibda hisobga olinadi. Masalan, og'ir yoki zararli sharoitda ishlaganlar, harbiy xizmatda bo'lganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p bolali onalar, bolalikdan nogiron farzand parvarishi bilan bog'liq holatlar bo'yicha alohida normalar bo'lishi mumkin. Lekin bu imtiyozlar og'zaki gap bilan berilmaydi. Har bir imtiyozning hujjati bo'lishi kerak. Yana bir nozik jihat. Pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Ko'pchilik 35 yil ishladim, demak pensiyam katta bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Aslida rasmiy ish haqi ham muhim. Agar odam 35 yil davomida eng kam ish haqi atrofida rasmiylashtirilgan bo'lsa, pensiya ham shunga qarab chiqadi. Boshqa odam esa 25 yil ishlagan, lekin rasmiy maoshi yuqori bo'lgan bo'lsa, uning pensiyasi ko'proq bo'lishi mumkin. Demak, stajning uzunligi muhim, lekin rasmiy daromad ham juda muhim. Yana bir tuzoq. Ish beruvchiga ko'r-ko'rona ishonish. Ba'zi odamlar menga direktor hammasi rasmiy dedi deydi. Lekin pensiya vaqtida ma'lum bo'ladiki, shartnoma bo'lmagan, buyruq rasmiylashtirilmagan. Bosh minimal ko'rsatilgan yoki umuman to'lov qilinmagan. Shuning uchun har bir ishlayotgan odam o'z ma'lumotini o'zi tekshirishi kerak. Bu uyat emas, ishonchsizlik ham emas. Bu sizning kelajakdagi huquqingizni himoya qilish. Yana bir muhim masala familiya, ism, tug'ilgan sana va pasport ma'lumotlaridagi farqlar. Masalan, eski hujjatda ism Gulnora deb yozilgan, pasportda Gulnoza bo'lib qolgan yoki familiya nikohdan keyin o'zgargan. Bunday holatda hujjatlar bir odamga tegishli ekanini isbotlash kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, sud qarori kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollar nikohdan keyin familiyasi almashgan bo'lsa, eski mehnat daftarchasi va hozirgi pasport ma'lumotlari mosligini oldindan tekshirtirib qo'yish kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning mehnat faoliyatingiz ro'yxatini tuzing. Oddiy daftar oling va qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlaganingizni yozing. Korxona nomi, lavozim, ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, taxminiy oylik, hujjat bor yo'qligini belgilang. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin pensiya hujjatlarini tartibga solishda eng foydali ish shu. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir yozuvda sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, lavozim, muhr va imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar yozuv tushunarsiz bo'lsa, muhr o'chib ketgan bo'lsa, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, shu ish joyi yoki uning huquqiy vorisi orqali aniqlashtirishga harakat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozir ko'plab xizmatlar davlat xizmatlari markazi, elektron hukumat portali yoki tegishli idoralarning axborot tizimlari orqali tekshiriladi. Agar o'zingiz internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, yaqin qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimidan yordam so'rang. Maqsad bitta, sizning rasmiy ish stajingiz va to'lovlaringiz tizimda qanday ko'rinayotganini bilish. 4-qadam, ish haqi ma'lumotlarini yig'ing. Ayniqsa pensiyaga yaqinlashayotganlar uchun bu juda muhim. Eski yillardagi ish haqi ma'lumotnomalari pensiya hisobida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar korxona ishlayotgan bo'lsa,
buxgalteriyadan ma'lumotnoma oling. Agar yopilgan bo'lsa, arxivdan so'rang. Arxivga murojaat qilganda aniq yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda sizga ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumot kerak. 5-qadam hujjatlaringiz nusxasini tayyorlang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlikka oid hujjatlar, imtiyozli ish sharoiti bo'yicha ma'lumotnomalar alohida papkada tursin. Men har doim tavsiya qilaman. Asl hujjatlarni alohida saqlang, nusxalarini alohida qiling, telefoningizda rasmga olib qo'ying. Imkon bo'lsa elektron nusxa ham saqlang. 6-qadam, agar xato topsangiz, kutmang. Pensiyaga chiqqanda ko'ramiz demang. Xatoni tuzatish uchun ish beruvchiga yozma ariza bering. Agar ish beruvchi yo'q bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Agar arxivda ham ma'lumot topilmasa, ayrim holatlarda sud orqali mehnat faoliyati faktini tasdiqlash masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin sudga borish oxirgi choradir. Avval barcha rasmiy manbalarni tekshirish kerak. 7-qadam. Pensiya tayinlangandan keyin ham tekshirish huquqingiz bor. Agar pensiyangiz kutilgandan kam chiqsa, shunaqa ekan deb jim ketmang. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob qanday qilinganini tushuntirib berishni so'rang. Qaysi davrlar stajga kirgan, qaysi davrlar kirmagan, qaysi ish haqi asos qilib olingan, qanday koeffitsient qo'llangan, buni bilishga haqlisiz. Agar qo'shimcha hujjat topsangiz, qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilish mumkin. Endi asosiy savolga javob beraman. Pensionerlarni nima kutmoqda? Menimcha eng katta o'zgarish shuki, pensiya masalasida aniqlik va hujjat talabi kuchayadi. Raqamli tizimlar ko'paygani sari og'zaki tasdiqlar, eski odatlar. Hamma biladi degan yondashuv ishlamay qoladi. Har bir davrning izi bo'lishi kerak. Bu pensioner uchun ham, kelajakdagi pensioner uchun ham muhim. Hozir pensiya olayotgan odamlar uchun eng muhim vazifa. Pensiyangiz to'g'ri hisoblanganiga shubhangiz bo'lsa, tekshirtiring. Ayniqsa sizda keyin topilgan ish staji arxiv ma'lumoti imtiyozli davr yoki hujjatda avval ko'rinmagan davr bo'lsa, befarq bo'lmang. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyaga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 5 yil yuqori maoshli davr tasdiqlansa, hisob o'zgarishi ehtimoli bo'ladi. Yoki 30 yil staj qo'shilsa, ayrim hollarda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar uchun eng muhim vazifa hozirdan tayyorgarlik. Men pensiyaga 1 oy qolganda emas, kamida bir necha yil oldin hujjatlarni tartibga solishni maslahat beraman. Chunki pensiya bu bir kunlik ariza emas. Bu butun mehnat hayotingizning hujjatdagi natijasi. Qaysi davr rasmiy, qaysi davr norasmiy, qaysi ish haqi tasdiqlangan, qaysi imtiyoz bor. Bularni oldindan bilgan odam pensiyaga ancha xotirjam chiqadi. Yoshlar uchun ham saboq bor. Bugun 25 yoki 30 yoshdagi odam pensiya hali uzoq deb o'ylaydi. Lekin pensiya aynan bugungi rasmiy ish haqi va stajdan boshlanadi. Siz bugun norasmiy ishlasangiz, kelajakdagi o'zingizdan pul olib qo'yayotgan bo'lasiz. Siz bugun maoshni konvertda olsangiz, ertaga pensiya hisobida o'sha pul ko'rinmaydi. Shuning uchun men yosh tomoshabinlarga ham aytaman, rasmiy ishlashni talab qiling, mehnat shartnomasini ko'ring, oylik to'liq ko'rsatilishini so'rang. Bugungi mavzuning eng muhim mazmuni shuki, yangi pensiya tizimiga o'tish odamlarni qo'rqitish uchun emas, lekin befarq yuradigan davr tugayotganini ko'rsatadi. Endi staj, rasmiy ish haqi, elektron ma'lumot, arxiv hujjat va shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi juda katta ahamiyatga ega. Hujjatlari joyida bo'lgan odam ko'p hollarda yutadi. Hujjatlari chala bo'lgan odam esa muammoga duch kelishi mumkin. Men sizga maslahatimni aniq aytdim. Mehnat tarixingizni yozib chiqing. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron ma'lumotlaringizni ko'ring. Arxiv hujjatlarini yig'ing. Rasmiy ish haqi va shartnomani talab qiling. Xato topsangiz hoziroq tuzating. Pensiya bu faqat davlat beradigan pul emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning huquqiy natijasidir. Shu natija adolatli bo'lishi uchun siz ham o'z hujjatlaringizga jiddiy qarashingiz kerak. Agar sizda pensiya bo'yicha muammo bo'lgan bo'lsa, stajingiz hisobga olinmagan bo'lsa, pensiyangiz kam chiqqan bo'lsa yoki yangi tizim haqida savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p berilgan savollarni keyingi videolarda albatta tushuntiraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam keyinchalik katta muammoning oldini oladi.